Yana hali o'zidan baquvvat bolalar bilan urushib yoradigan oshnam haqida-da. Aytyapman-da, "Ma'kelinchi ishtangiz hozir yana kim bilan urushdingiz? Hali paypag'idan Rolls-Royce keladigan bolalar bilan yana urushib qo'ydingizmi?" desam, "Ha, yo'q, nimaga osna?" deydi. Telefon qilishyapti do'st. Telefon qilsa olmay qo'ying. Mikrovalnovkamga qilishyapti hozir 7 ta 0 ekan nomeri. Kim bilan urushding yana? 7 ta 0 dan cho'chish kerak emas, u oddiy raqam u. Pulga sotib olsa, 7 ta 0 raqamda emas, harfda yozilgan. Dog'dir, tushunyapsan qanaqa odamlar urushayotgan edi bu. Osna hozir 2 Damas odam keladi oldimizga. 2 ta Damas ko'tarib kelishadi, Damasning ichida kelishmaydi. Nima qilamiz hozir? Yo'li bor, osna yo'lini topamiz deydi. Yo'lini topamiz, to'g'ri. Asterixma, Obelixda haligi damlamasidan zakaz qilishimiz kerak. Shunda bir eplab chiqib ketsa bo'ladi. Boshqachasiga yo'q iloji. O'zingni o'lganga solishni bilasan, men bilaman. Osna deydi, men bilardim deydi. Umar Hayyom o'zi to'g'ri aytgan. To'g'ri kelgan odam bilan qorin to'yizgandan yakka o'zing ochayotganing yaxshi deb ayt. To'g'ri kelgan odam sensan bu dunyoda deb. Bor, bekin.